Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Yashu Baldi va biz bugun sizlar bilan Craftsman'ning eski versiyasida serverga kiramiz va men kirib ko'rdim. Va biz serverning versiyasi 1.9.216 versiyasini chiqardik. Buning kirish uchun serverga kirish uchun drijaga kiramiz. Serverga mana birinchi server turgan serveri. Buning uchun mana bu bosib email serveri. Serverning ismi 28372 bo'ladi. Yana jikama bo'lib qoldi bolalar. Reklamalar bilan jonimga teydimi shular. Bolalar, kechirasizlar. IP adres. Так, IP adresi s.pvp qani pvp craft.ru bo'ladi bolalar. Готов. Ну, уже shunaqa добавить server qilamiz. Это server уже добавлен. Qo'shilgan. Mana. Kiramiz. Mana kirdim. Buning uchun registratsiya qilishinglar kerak. Mana har xil anavlar ko'rib turganinglardek старый набор помни. Server shu. Zo'rroq faqat o'tgan anavdan. Keyin qaranglar. Tug'ilganinglarda tug'ilasizlar, qayerdadir parkur bu yerda o'yin o'ynash mumkin. Sizlarga maslahatim mana shu serverga kiringlar. Qolganini o'zinglar bilasizlar.